Mana. Yanada bu xarakterli bo'ladi, ha? Qorbobomiz hep qizil bo'lib turadi, sovuqda qizaradi. Mana yuz yana ko'ryapsizmi? Mana sal bo'lsa ham keling mana bu labiga qizil rang beramiz. Bo'pti mana. Burniga ham berib qo'yaylik. Mana bizda nima ketyapti? Keling mana ko'zlariga ozgina soya beramiz. Mana. Mana soqoliga mana havo rangdan ozroq. Mana buni hamma joyini bo'yashimiz shart emas buni. Mana. Mana kerak bo'lgan qismlariga ozgina ana shu soqolni nimasini xarakterini berib chiqamiz. Mana. Buni agar hammasini bo'yab tashlasangiz, buni xarakteri buziladi. Maylimi? Ha, endi soqol oq bo'ladi-ku. Bu agar mana bu havo rangini bo'yasangiz, u ko'karib ketadi soqol. Mana. Mana keling, mana bu qoshiga ham beraylik. Keling mayli mana qo'l qopini mana yashil rangda beraylik. Bizga qiziqarliroq bo'lsin, ha? Mana. Mana qiziqarliroq bo'lsin. Mana. Mana. Qilamiz. Mana endi nima qilamiz? Mana qizil rangda olamiz-da. Ha, mana. Mana bunday. Sizil bo'lmaydi. Mana yorug' soya bilan stret tartib tashlasangiz ham bo'ladi. Yorug'lik qolsa mana chiroyli bo'ladi. Shu yorug' bundan mana shu yorug' soya qonuniyatiga amal qilishimiz kerak. Mana. Soya, yarim soya. Yorug'lik. Shu soyalari mana hammasini ko'rsatib berishimiz kerak bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Mana bu tomonga ham o'tishni yaqinman. Sal oqlab. Ha. Hop, o'sha yorug'likni ko'rsatib ketsak, yana ham ta'sirchanligi ortib boradi va uni hajmdorligimiz ko'rsatishga erishamiz. O'sha asosida. Uning shakli, muvozanati Ma qorboboni etigini nima qilamiz? Jigar rangda bo'yaylik, ha?